Assalamu qarindoshlar, mening ismim Elise Anderson. Uyg'urcha ismim Nazakat. Men Uyg'urlarning go'zal ona diyori Sharqiy Turkistonda o'qigan va bilim olgan. Shu go'zal makonning suyini ichib, tuzini yeb, Uyg'urlar bilan qo'yiq aralashgan. Nihoyat afsuski, 2017-yildan boshlab mening u yerdagi ustozlarim va do'stlarimning ba'zilari qo'lga olindi va ba'zilari izdiraksiz yo'qolib ketdi. Men har kuni ularni o'ylayman va ko'nglim shunchalik yarim bo'ladi. Men hozir Amerikaning poytaxti Washingtonga joylashgan Uyg'ur kishilik huquq qurilishi, ya'ni UHRP'da ishlayman. UHRP vatandagi va chet eldagi Uyg'urlarni qo'llashni maqsad qilgan tadqiqot va tashviqot organi bo'lib, necha yil mobaynida Uyg'urlar bilan munosabatlar 80dan ortiq doklad e'lon qildik. Nurg'un hukumat va organlarga doklad va siyosiy tavsiyalarni yo'lladik va shundaqla 200dan ortiq axborot tarqallarida tilga ilindik. UHRP yana qirg'inchilikdan aman qolganlar va ziyonkashlikka uchraguvchilarning oila talobatlariga yordam berish va guvohlik berish ishlariga yaqindan yordam qilib kelmoqdamiz. Men ushbu video orqali qarindoshlarni xizmatimizni moddiy va ma'naviy jihatdan qo'llashga chaqiraman. Uyg'urlarda tama kul bo'la deydigan bir maqol tamsil bor. Sizlarning bergan har bir dollar, bir yevro, bir lira, bir tanga, bir riyal va yoki bir dirham pulinglar bizning texmo ko'p tadqiqot dokladlarini vujudga chiqarishimizga, irqiy qirg'inchilikni texmo tafsiliy hujjatlashtirishimizga yordam bo'lg'usi. Aman bo'linglar. Rahmat.